Yaxshib qolgan bo'lsa, o'dil pashxalik ketdimi ya? Chaqchaq qilmay tasdiqlanglar. Topdan beringlar, tez bo'linglar. Bu so'xta. Nagimi kete? Hechmi ketami? Topdinglarmi? Yo'q, dedi. Qachon yo'qolib ketgandi? Bilmedim. Kashti kaori qishig'i tegini qo'rg'dig'il kirganda baki. Andaqda dengiz bo'yig'i ketdimi ya? Dengiz bo'yig'i. Dengiz bo'yig'i? O'mlab ketganmidi? Dadam doim dengizni ko'rsam deydigan. Xo'jayin topamdi. Yerimiz qolmadi. Suv tushib ketdimi? Mumkin emas. Uning ustiga u yerga o'mlab berib bo'lmaydi. Toni, ha? Sen to'g'ri skvatiga yana bir qarab baqa. Ma'qul. Sizlar atrofdagi qo'shnilarga kirib qarab baqqanlar. Bir ajoyib ish qilib qoldimikin? Ma'qul. Dada! Bigim! Tapdı! Dada! Dadısı. Qaranglar, to'rni kim siqimdi bo'pti. Dadısı.
beliqchi ekanligini unutamapti. Bundaq bo'ladig'ini bilgan bo'lsam, haraqdan chiqirib, ichirib qo'yarkanman. Oxirgi tinigigacha g'ururni yo'qotmabdi. Ismi jismiga munosib ish qilibdi. Begimni to'rg'a o'rayli. Taqiga o'rgandin. Beliq to'rg'a o'rganamiz muvaffaq. Şuşida dəfn murasimi dağ-dağılıq ötküzlədi. Togavada beliq tutuşqa ən usta Boniki deniz bilan bir ömür həbləşkən adam idi. Hazır onun qabrisi denizning qarşı tərəfiga qatırıldı. Dəfn murasimi ayaqlaşqan axırqı günü Ejiro Tosatdan bu yerdə payda oldu. Qani, o'ltiring. Rahmat. O'ltiring. Faqat o'ylamabdiman. Alaydan yo'qlab ketsiz. Rahmat sizga. Gapni murosimiga qatnashamay qoldim. Undaq bo'lamdi. Siz maktab kirish imtihoniga qatnashayotgan tursangiz. Imtihon ishini eg'izga olmang. Bu yilma aplashmadi. İmtihan yaş bilemedim. Dadınız neyim dedi? Tükürgen şaşırtıp rasa tılladı. Meni tirişimden deydi. Onda kalsan iş nerede? Meni puhadan çıkışa tıllav aldı. Tılısımı dadınız bayken. Siz bəxtlikçi mi? Hazır bizden tıllaydıgan dadımız yok. Oylasam, köngülüm bək yerim buludu. Keçirsiz. Atı degenin barda kadri yokken, ölüp ketkende kadri ötüldüken. Kelar yili qayta imtihon berib baxmamsiz. Yo'q, bu yeterlik. O'qish tarixiga tayinib masalalar qilib bo'lmaydi. Men bu to'nida xizmat qilay deyman. Dadingiz qo'shilarmi? Qo'shilmasa uydan chiqib ketaman. Mening oila bisotiga varislik qilish xiyolim yo'q. Nima dedingiz? Qalaymaqa so'zlamang. Siz yeruvchi oilasini bag'zotisi. İmtihanda o'tamaganlik bilan belingizni qo'yib bersangiz bo'lmaydi. Dadamning tijorat usuli bak ko'na. Hozir institutni tabiiy moddalar tayinib ishlab chiqaradigan davr emas. Beliqchilikmi o'xshash? Portning uskunlari o'zgartirilsa, kema paraxodlarning iqtidori o'sidi. Beliq tutish usulimi o'zgardi. Usulni o'zgartirish mumkin. Biroq kemada beliq tutish shaklini o'zgartirib bo'lmaydi. Dadam doim beliq Xudoning insonlarga bergan mukofoti deydi. Jangyumi o'xshashku. Suvda echitgan tabiiy echitqini Xudoyim panoyda saqlaydi. Ular bu tarbiga jazman ishlanadi. Undaqda men imtihon berganda Xudoyim nima ish qilmanga yordam qilmaydi. Tez turibsizlar. Ha? Bu satvani oldidimi Xudo to'g'risida parang qilib ketibsizlar-ku. Kechiring. Yo'q, hech qis yo'q. Dadam bundaq ishlarga ancha eran qilib ketmaydi. Sizdan ol so'rab kelgan. Yaxshi ko'nglinizga rahmat. Dadangiz obdan turyotamdi. Yomon emas. Dadangizga mendan salom aytib qo'ying. Bo'lmaydi aka. O dadasidan yuchurincha bu yerga ketdi. Asli bundoq ekan-da. Togavaning odatida oilada biri olamdan o'tsa, uning ro'yi qo'rnusida bir hafta beliq tutqili chiqmaydi. Cho'ng, olsam Nagasakida sardin belig'i shundoq chiqmish. Bizni boshqalarning hammasi beliq tutqili ketdi. O'lganlarning ro'yi qo'rnib qolmasin dedik-da. Hozir qandoqcha undaq fatvo bilan hisoblashib o'tiradigan vaqt emas. Yo'q, gapni qilma. Bu qoidani kim buzsa, qissasini shu tortidi. 5 yilning oldida Takosavan nomli kema mush ish tufaylidan dengiz g'arq bo'lib ketgan. Bo'ron chopqinga yo'liqqani ularning betaliligidan bo'lgan.
Yo'q, gapni qilma. Men ammo shundoq dengizga chiqqim kelyapti, amal qancha? Hech nima emas. Bu odam qo'rqitib degan gap emas. Bo'ldi, Dengizga bosaqlar, jiq bilan tutilatdik. Qanday qilsak bo'lar? Cho'ng beliqchilarning bak ish chiqilib ketdi. Qanday qilayli? Boshqa kemdikilar toza hosil oldi. To'gava sohildikilar ishni boshlab Yana bir kun chidab turayli. Azab o'tib ketsalar, dengizga chiqamiz. Sardan beliqqa o'chaqcha bizni saqlab turibdi. Xudoyim bizga mo rizqimizni bera. Cho'ng. Bugun kechda hoz tutishni oxirlashtirayli. Bu ko'z oldimizda ko'rinib turgan omadni qochirib qo'ymaydi. Mishadagi 300 chi odam bizning kiyimimizga tayinib jon boqdi. biroq kichik buyim. Bu hoz tutmasak dengizda bo'ron chapqon qolamiz degan xiyoliy qarash. Hozir bir hafta bo'ladi degan hech kim bekitgani yo'q. Bu tarafni dadammo obdan tushunadi. qanday qilamiz xo'jayin? So'kichi, undaq degandan keyin sardan belg'i texi yo'tkalmagan fursatni qo'ldan bermay, dengizga chiqinglar. Qo'pinglar. Yo'lga chiqaylik. Yo'lga chiqamizmi? Komi, darhol ko'pchilik xabar qil. Soat 3da dengizga chiqamiz. Xo'p. Ommaning manfaatini ko'z tutib, dengizga chiqish vaqtini ilgari surdik. Hozir ish vaqtini qisqartdik. Bu chaqchaq qilrash emasmi? Sen bexatarligimizni kafolat qila olamsan. Xohlamasang borma. Dengiz bo'yida tomoshani qilayver. Qamlashmagan. Bu kimdan ko'rsatgan aqlidir? Ha? Yürüyorlar, dengizga chiqaylik. Yürüyorlar, yalla. Yoshidagi oilasining moliya xarajati bek ko'p edi. Necha qitim dengizga chiqib tuzuk beliq tutolmadi. Uning ustiga yangi kema zakaz qilib qo'yg'ashqa ig'ir iqtisodiy qiyinchilikqa duch kelyotdi. Dengizda beliq to'pining paydo bo'lishi zo'r boyliqni ikki qo'llab bo'sug'iga akib bergan bilan baravar edi. Dadisi, o'zingiz amal qilasiz. Boshqa o'raydigan bent qani? Bentda ko'pchilik tarqitib beriladi. Birinchi bent qizil, ikkinchi bent seriq, uchinchi bent oq bo'ladi. Bo'yinga o'raydi. Ustaniga erishganlarga kema xo'jayini mukofot beradi. Qo'ya sharaf medali bergandek taqdir ekanda. To'g'ri, beliqchilarning medali u. Nimishqa dengizning rangiga qaraydi? Beliqning ahvolini kuzatadi. Ahvol yaxshi bo'lsa rangi yaxshi, beliq ko'p bo'lmasa rangi eski deb ataydi. Yaxshi yomonning qanday biladi? Belish usuli jiq. Bu cho'nganning karamatiga bog'liq. Chayki to'plashgan joyda beliq to'pi kichik bo'ladi. Dengiz to'lqinlagan joyda beliq to'pi cho'ng bo'ladi. Dengiz yuzi o'zgargan joyda ko'k dumbulik sardim beliqi. Suv ko'piklanib turgan joyda Nagasaki sardim beliqi ko'p bo'ladi. U yana qarshi to'lqindimi ko'p bo'ladi. Tez bo'linglar. Tez. Kuchanglar. Tez kuchanglar. Kuchanglar. Tez kuchanglar. Tez kuchanglar. Oyoqni. Antratda tez. Kuchanglar. Tez kuchanglar. Çapsan. Xo'jayinni chaqir. Nim bo'ldi? Dengizda hodisa beribdi. Birisi o'libdi-dak. Bu shum xabar boshqa kemalardan tarqalgan edi. Ular voqeani ko'rdim degani bilan kimning falokatga uchraganligini bilmaydi. Kaori bir tarafdan yugursa, bir tarafdan Xudoyim so'kichini o'z panoyimda saqlag'aysan. Ilohim bu xabar yolg'on chiqsa edi deb ichidan tilaydi.
Ağzını toluq ada qılmağandan cadısı. Ərvahat cadılıq qıptı. Ras, şandaq. Ərvahat cadılıq qıptı. Ana. Akka, sana ne oldu? Gözümü aç! Akka, gözümü aç! Akka! Komo, su üzüşünü yaxşı biletdi o. Tor putuğu yögülü vaptı. İkinci katımlık torunu salayla dep dursa, tuyuksuzla kiminin beşidin olap ketdi. Neme degen ekinişlik. Bommasa torunu şu zaman tattık. Bırak ülgirenmedik. Dərhal saqçığı məlum qılaylı. Ben baray. Yak. Özden baray. Kiçik begi. Kominin öyge depin iş doğruluk bağımsınız bommaz. Boldi. Saqçığı men baray. Kimi hocayını men. Bu işqa men mesul. Yak. Hemmisi menin kasaptımdım boldi. Hocayın. Siz bu işini kandak çöndürüp birsiz. Bizni ervah urdi. Undak emes. Tolu ot üstüge yakçaşma. Yakçak mı? Adem öldü emez mi? Konu kaydını mışındak buzduğun bolsan, sana ergisi kim işletti? Hadisiga hadis boyuş qaraş gerek. Bunun kon kaydı bile alakası yok. Bu tor gep bombu de. Bu yerde nemege turmaz. Bu yerde turgandını köre. Berip komiye kücü köydüreyli. Ölemde yaxşı ıltaydıcı mı? Bu işlağı size başka atırım sağlamı buludu. Çoğam. Komi. Ailesinin tüyrüge. Apsırmatsızım. Ödeyene. 5 insanlısı var. Ula emdi. Kandak. Cahandarsızlık kılıdı. Siz qanda qılaydı ağıtsız. Sen beşiğini qattırma. Menin özümün oyluğunu ba. Men her qandaq çağdı kimi hocayını. Zörür bop qası kimini setip bolsum ulanın ailesikilerini bakamen. Sen qattırcan bol. Hocayın. Bana kelse koşlap gile deyden gep ba. Herhalde hezi buluncu mu? Nemi dedin? Yakında keyniden 2 kişi öldü. Bu işqa sel qargılıp olmaydı. Hı? Neyim demek size? Aramızga yatkırıp kaldı. Soylayına gazı tutup kaldı mı ki? Haramlık. Kalayım kan gep kılma. Misal keltirip koydun da aytti. Boldu gep kılmağla. Hemen çıkıp gitir. Anışma tabi sen. Jür ola. Komining o'limi kemi xo'jayini bilan beliqchilar o'ttirsidagi ejil munosabatni buzdi. Tova, pek yaman iş oldu. Amine aksine ölüp gitti deydi o. Rasma? Çoğam Xudanın karametiga işenmey. Bu balam terdi. Rasma? Tony, endi Ami bilen ikinglarning işi tügidi. Ami. Hemmisi meni kasaptım. Hemmisi meni aldı yaraşmadı deyişip atıdı. O gepke kim işini etti? Bırak. Beylikçilarning gipsat. Xuddi moşu dengizga o'xshaydi. Dengizning üstü dolqinlab turgan bilan asti tinish aqidi. Bakamura. Ha? Sen bu işqa qanday qaraysan? Qandaq deysiz?
Meyitni uzitib olib, yana bir necha kun hosil tutqango yaxshi. Bu shu kishiga qilingan hurmat. Ammo bir hafta damag'ana nima hashdi? Agar dam olish tufaylidan zo'r ziyon uchirsak, buningga o'lgichimi jazman rozi bo'lmaydi. Meningcha bu qitimqi hodisa orqali masaladan to'liq oydinlashtirib olaylik. Bu zodi suv ilohining jazosimi yoki tasodifan yuz bergan hodisami? Ishning tegi-takdini surishtirib ketmasakmi bo'la? Kichik begim. Nemishqa? O'lganlarning ro'yi urudi degan fatvoga men ishonmayman. Biroq bu qadimdan kelayotgan qoida. Lekin siz uning aksini qilsangiz, konlarning nafratiga uchraysiz, kishilarning nazaridan tushib ketamiz. Shunga bunda qishqa ortiqcha astoydlik qilib ketmaydi. Shunda qilsangiz rahbarlik rolingizni texim yaxshi joriy qildira olasiz. Bunda kon odatlarni o'zgartmasa, bizning bu yerdagilar aslidagi oldidan menga qutulanmaydi. Ta'limimiz ta'tir keldi. Dengiz bo'yidagilarning hammasi komiy vaqasini qandoq bitirib qiladi ekan deb bizga nazar tashlayotdi. Qaytib keldingizmi? Berib keldim. O'qish bitirish marosimiga qatnashaman. Muhim emas. Ay mening uyga nima berib boqmaysizlar? Kuzkuydadoq. Kuzkuy degan bilan ish tugandi. Oilasidan xabar ilishimiz kerak. Men o Amining ko'nglini xotirjam qilib qo'yib keldim. Aka, sen bilamsan, bu komi ailesi do'zaxga tashlagan bilan baravar. Sen kemi xo'jayini albatta mas'uliyatni ustiga erishing kerak, uqdingmi? Demasan bilaman. Sizlar Aminaga qancha pul berayapsizlar? Kemi xo'jaylari faqat o'zining pul tepishni o'ylaydi. Qaqning nima bo'lishi bilan kari yo'q. Tutqan beliqni yetti ülüşünü özden qilib oladi. Kemi xo'jaylari beliqchilarning qon-ter badiliga bayashat yashaydi. Ularning bu xil zo'ravonlik qilmishi qoidaga sig'maydi. Tony'nin adamigarchiligi bor ekan. O Ami bilan kichigida birga o'ynab cho'ng olgan. Komi rahmatliga bek o'g'il bo'ldi. Ami yodimga kelsalar ko'nglim bek yerim bo'ladi. Hadisi yuz berganligini anglab, Xudoyim so'kkichini boladan saqlag'aysan deb ko'nglimda ming martaba tiladim. Sizni ko'ribla. Dedim. Keyin o'zimning yomon shaxsiyat ekanligimni his qilib, sal xijil bo'ldim. Men hergiz o'lmayman. Kaori, men sizni ming bir mushaqqatda oldim. Unda oson o'lib qolsam bo'lmas. Meni hergiz tashlab ketmangchi-mu? Kaori. Siz beliqchiga tekiningizdan pusaymayapsiz. Nimishqa? Beliqchilik kasbi xuddi qimorga o'xshaydi. Dengizga siz jiningizni tikib chiqmasangiz, bir hatal beliq tuta olishingiz notayin. Aksicha, jonyo'chilik bexatar kasb. Jonyo vaqtida chiqsalar, hosil elishda gap yo'q. Uning ustiga xatar yo'q. Men sizga tegdim. Ta'limga siz Bahadur beliqchi.
Nimaga qarab tursa? Aroq qo'y. Qo'ya. Qo'ya. Sizlardan qo'yimiz erikdim. Aroqni atigandan kechikishyapsizlar. Nima qilyapsizlar? Ko'rib turibsan-ku. Hamroyimizni yot etib, bir qadaqni ishdiq. Quruq gapni oz qil. Rol bilan choq bilakka to'rni chirmab qo'ygan kim? Kim deyman? Yoshlik bilan o'zingni ma'lum qilish. Kimning qilgan ishi u? Ha? Ben bilmaydi ekanman. Xursandlik qilma. Gunohkor mishada, deyja. Ko'pchilik qildik. Nima? Biz endi u kemiga hargiz chiqmaymiz. Arvo jon talab qilyapti-ku. Arvo badab kim deydi? Kichik bolda gap qilmanglar. Men endi kemiga chiqmayman. Ikkinchi ko'may bo'lib qilishni xohlamayman. Haqiqiy beliqchi bo'lsang, nimishki kiyimiga chiqishdan qo'rqsan? Beliq tutmasang, ko'may oilasiga beradigan qutqizish xarajati nerdan keladi? Sizlar yeyotgan tamoq nerdan keladi? Bizga to'liq qo'rqaqsanman. Ko'maydan chiroyi ko'z oldimizdan nerkatmayotdi. Mening ko'nglim sizlarniki bilan o'xshash. Ammo hammamiz o'xshash beliqchi. Avloddan avlodga beliqchilik qilib keldik. Hozir dengizda sardin beliqi top-topi bilan uzib yuribsa, mushundaq yaxshi sharoitda qo'l qo'shtirib tursak, bizni qandoqmi beliqchi deyishib bo'ladi? To'rni rol bilan choq bilan chirmab qo'yishga aql o'rgatgan odam bugunli bu yerdan yo'qolsin. Oldirmay tur. Men avval beliqchilar bilan fikrlashib baqay. Menimcha cho'qim fikrda birlikka kelalaymiz. Xo'jayin siz ularning gibi quloqsanma. Siz ular qancha qo'ysangiz ular shuncha adab ketadi. Bo'ldi, gap qilma. Bu ishni menga topshir. Deyim. So'kishining degandek bo'lsin. Yoshlar o'zlari chiqishidi. Bo'ldi. Shunda qilaylik. Ha? Men qilay. Bo'ldi, qilay dedim. Kechiring. Bir ish bo'ldimi? So'kichi begim isklat yoshlar bilan munozirlashyapti. Beliqchilar pek yo'q ekan. Kaori xonim, siz ulardan qirchalmadingizmi? Kechiring, bundaq demasligim kerak edi. Demasam bo'pti-ku. Agar cho'chiga ketgangiz bo'lsa, qanday chaqda maqsad bo'laverdi? Sizni tashlab ketsam bo'lmas. Unda qilsam xonim meni tillaydi. Men mishada turib sizni qo'g'dimmi ham bo'lmaydi. Bu kuni Ro'yi Cho'shidin Bonikining nazarasiga ulgurib keldi. Nazirga kelganingizga ko'p rahmat. Shuncha uzun joydan avar bo'lib ketsiz. Yo'q, undaq bo'lamdi. Shunchalik odam ketdi. Begimning al ichida 100 obro'yi borki. Buning hammasi ahli mahallining yordamidan bo'ldi. Beliqchilarmi ko'p keldi. Shundaq. Erim uchiq odamdi. Shunga hamma odam uni yaxshi ko'radi. Ah, ko'ngil odamdi. Hayot chig'ida menga bek amraqdi. Kaori o kishining ko'ngliga bak yoqqan. O bek chiroyli qizgan deb to'xtamay maqtaydi. O'zimi Kaoriga bak amraq. Qaraganda Kaori bu joyga ko'nib qatdi-da. Ishlarni atroflab o'ylaydi. Xuddi bu uyda o'ynab turgandek. Yengam uyga kirgandan buyon oilamizda xo'shalik qopladi. Har qachon kulib turadi. Sizning bu yerga kelib turg'ingiz yo'qmi? Meni demsiz? Ko'nglimdagi da'vatimi. Yolg'iz yashash zerikishlik bo'ladi. Yaxshi ko'nglingizga rahmat. Mening begimga osiylik qilg'im yo'q. Osiylik qilg'im yo'q. Xo'jayin, telefon. Kimdan keldi? Ishchilar uyushmasining kotibidan keldi. Mana hozir. Sening ishing to'g'riliq. Kayga o'xshamadi Toni. Toni beliqchilar uyushmasida ishlamoqchi bo'layotdi. Ammo sizni tabriklasam bo'ldi. Yo'q, texi oxir qaror chiqmadi. Men aslida bankda yoki shirkat ishlaydigan. Hozir xizmat topmoqni aytib, tasbira o'rinda bir xizmatga erishish oson emas. Ekironing ishi qanday xo'p ketdi-kintan? Anglasam yana bir yildan keyin qayta imtihon bergidek. Bu uning xiyoli emas bu balki. U men o'qishga loyiq emas deydi. Begim bu gapni anglab qattiq achchig'i keladi. U tirishmaydi deydi. Bunday gapni olmaydi deydi. Toni qaror qildi. Bak yaxshi bo'pti, muborak bo'lsin.
Nim bo'ldi, xo'sh bo'lmadingmi? Xo'sh bo'lmaydigan ish yo'q. Bir umr mush ishni qilib o'tamanmi degan o'y xayolimdan kechib qoldi. Bu xabar toza dadingizning nazir kuni keldi. Bu yaxshilikdan bishorat. Yaxshi bo'pti. Ata nopsni elib salayat qo'achini qishib kirib tamg'ini bostirib, ishchilar uyushmasiga baq. Ma'qul. Yaxshi ishligin to'ni. Beliqchilar uyushmasi biz beliqchilarning jinimiz. Togawa daryo ig'izi burundan xatarlik joy deb otilib kelgan edi. Bu joyda nurg'un beliqchilar kemasi cho'kib ketgan. Shunga taqdirini beliqchilar o'zi belgilashi kerak edi. Ami. Zadi ketamsa, dapaqa. Togawa beliqchilar turdigan joy. Akam o'lib ketdi. Menga yana bu yerda nima bor? Men sana dedim-ku. Biz uyingdagilardan xabar olamiz. Bu ishda kim xo'jayini mas'uliyati bor. Undaq desangiz, burun hodisiga uchirgan necha 10 oila g'avg'o ko'tarsa, sizlar ig'irchilikni ko'tara olamsizlar. Bu gapni kim dedi? Çoğam haqqa avarchilik terib yurma dedi. Beliqchi beshiga har qanday ish kelsa, tishini ishlab o'tkazibdi. Ami. Sening turmushingdan men xabar olay. Bo'lamdi. Men seni yaxshi ko'raman. Sen hech yerga ketma. Togavada 2 yil turgandan keyin burunqidagilar bizning uyda ishlaydi. Bo'lamdi. Ami. Men opam bilan tog'amni ketaman. U beliq sotib qiladi. Ishlarga yetishmay qoldi. Eni o'lan singlingni qanday qilasan? Sakini o'zim bilan olib ketaman. U qani ivoyushlik ketib haqqi berib itaman. İtamu seni bola boquvchilikqa tanishtirib qo'yaman. Shunday qilib butun oilanglar to'zib ketsinmi? Amal qancha? Bundan keyin balkim seni ko'ramasligim mumkin. Ami. Rahmat sana. Ben seni unutmayman. Qandaq gap? Sizmam ekan? Bo'ladi ekan deysan-ku. Bu pikap sen jazoni xo'rlab o'ldirish qamroq pikapqa hargiz o'xshamaydi. Gapni xato qilib qo'yibdiman-da. Men bu pikapni ilojsiz sotmoqchi bo'lib qoldim. Buning duldul markali pikapdan qilishquchiligi yo'q. Qizingizni ayrilgandan qo'y yaxshidir. Nima dedim? Shunisi apandim. Bo'pti, bundoq bo'lsin. 200 qo'y beray. Qandaq deysiz? Uningdan o'ra olmayman. Quruq gap. 200 qo'yga bu pikap Amerikadan import qilingan. 200 qo'y uning faqat rol bilan chaqili keladi. Esingizda bo'lsin, bu pikapni og'ili 5 yil bo'ldi, efendi. Ey, qarapaqa paqira tug'inni. Aytsang, yangi mashina chopadi. 8 qo'yga qanday deysan? Olmayman. Bo'ldi. 100 qo'y tushay. 700 ga ol. Agar 400 ga bersangiz men o'ylish baqaman. Nima? O qaraqchi. Mayli. Shunda qo'ysin. 4-oyning ma'lum bir kuni Kyobi Pikaoga Chiyo bilan o'g'li Ichiro ham xomani ilib No'ruzgul saylisiga chiqdi. Bu pikapning kuchini ko'p ko'rdik. Shundoq. Sotmay desam, xarajatdan qisilib qoldim. Amal yo'q. Hozir dal No'ruzgul chechakchiga mazgil. Seni sayli qildiray deb keldim. Rahmat sizga. Xanım, mijozunuz qandaqroq?
Mijazim obdan. Əmsi yaxşı. Ətigəndə keçkiçə doktorxanda yetişmə bək zerikişlik. Bu mening oxiratga ep ketadigan eng yaxshi narsa. Xanım, undaq gaplarni qilma. Kelar yili No'ruzgul saylisini oxirat qilaman ekan. Apa, yo'qlar gaplarni qilmasangchi. Mashinami o'xshash. Narsiningmi, odamningmi umri o'xshashku. Ay, pikapning umri to'shqini yo'q. Uni 450 ko'yga sotdim. Men pulga yarash uyoqsiz tursin. Sizni chiqimda qilib qo'yapman. Ay, chiyo, birdan yetib ol. Yo'q. O'ptadim. Xanım, tortyamsiz. Rahmat. Bugün men bək xoş. Xanımның xizmetini öz qo'lim bilan qilib olay. Xama. Bugun seni chaqirishimda ma'lum sabab bor. Sizlarga deb qo'ydigan bir ish bor. Ejiro, senmi quloq sol. Ma'qul. Nim bo'ldi? Turib jiddiyleşib qolding-ku. Sizga bir taklifim bor. Men o'lsam, Ro'yini rasmiy xotinlik e'lon. Nima? Turibla o'zgarib qolding-ku. Ayni chog'da sen Ro'yini xotinlik ilishimga qo'shilmagan-ku. Qarorimni o'zgartdim. Men uning sofdilligidan ta'sirlandim. Uningdek ayolga erimni topshirsam, xotirjam bo'la olayman. Uni xotinlikqa olsang, Ro'yim qo'rindu demakmiding? O fikrimdan qoldim. U chog'da masalani bek tor o'ylab ekanman. Xatolashibdiman. Tar doirada o'ylabdiman dema. Bir to'qal o'rningizga varislik qilsa, yuzingizga sap bo'ladi. Siz hargiz undaq o'ylama. Men shundoq o'ylagan. Shunga Ro'yi qarsin degan. Men shu orqali uning taziriyatining qanchalik ekanligini sinab bakmoqchi bo'ldim. Yana erim ikkimizning samimiy munosabatini uning ko'rsatib qo'yay dedim. Bu tarafni sen tushunamsan. Bu ayol kishining ojizligini kim bilmadim. Qarmoqqa yaxshi. Ko'nglimizning qiytida bir-birimizga qarshi. Oqibat nim bo'ldi? Men mag'lub bo'ldim. Hech qanday ayol erimga undaq samimiyat ko'rsatmaydi. Xanım, bekkan qo'saqlik qilib ketma. Sizga yaxshi qarasizlar. Fazilat tikkan deb qolma. O yaxshi ayol. Men uningga ishonaman. Yomon emas bo'lsa bo'ldi. Bu gapni qo'yinglar. Bugun sayliga chiqdik. Sizlarning taniq keponlarni og'lig'im yo'q. Hozir mezgilida beliq tutqida chiqib, Komi qazo qildi. Bu ishqa beliqchilar qattiq norozi bo'ldi. Ammo Sokichining savrchanlik bilan tushundirishi oxir unum berdi. Tonigawa beliqchilar kemasidagilar qaytadan ittifoqlashib, beliq tutishni yana boshladi. Xizmat usulida begimli besish kerak. Uni beliqchilarning hammasi yemoy qilar ekan. Bu mo Xudoning yemiti. Meni maqtaganingiz bilan, Dika. Hay, men rostdan dedim Jumo. Cho'ngam, agar sen tasdiqlasang, oila egiligiga u varislik qilaversin. Bu ishni qoldirmanglar. Mening texnik tajribam kamchil. Men charchidim. Ayol xo'jayin bo'ldim deb odam tillab yurgandim.
baldırraq pensiyaga chiqib, nəvrəmni baqay. Yaxshi. Apa, shunda g'ayratga kelgan bo'lsa, yangi kemi kelishi bilanla yangi xo'jayinni e'lon qilaydi. Sen aldırmay tur. Bakamura, sen de baqa. Yaş beylikçilar nemişqa mening sözümni anglaydi. Chunki sizning obro'yingiz bor, hammasi sizga ishonadi. To'g'ri emas. Sababi men ular bilan birga dengizga chiqaman. Qandaq dedim? Bir kiyimda turaman. Bir xil tomoq yeyman. Ular bilan birga beliq tutaman. Agar men zo'migar xo'jayin bo'lsam, ular mening gapimni hargizmi anglamas edi. Nahtayi, Komi vaqasini tez yo'l bilan hal qila olgandan keyin, demak iqtidoringizni bo'shag'lig'i bo'lmaydi. Tel bo'lganmidi? Tez hal bo'ldi. Beliqchilarning hammasi aroq ichdi. Ko'pchilik tishini tishlab o'tyotdi. Hozir Komi oilasidagilar taraf-tarafga sarson bo'lib ketdi. Ahvol mushundaq tursa, masala tez hal bo'ldi deyishga bo'lamdi. Biz ularga dafn puli berdik, yo'l xirajni berdik. Yana qanday qilsak bo'ladi? U pul ular bir umr yetamdi. Yani kelib Komi hayotini taqdim qildi. Hayotini taqdim qilgan beliqchilarni sanab tugatkili bo'lmaydi. Bu yerdagi o'lganlarning yerimi uyda o'lgan bo'lsa, yerimi degidek dengizda o'lgan. Tugava sahilidagi beliqchilarning hammasi hamon bir kuni mushi dengizga dafn qilinadi. Dadang, bovang hammasi dengizda bo'ron chaqqanda o'lgan. Buningga nima amal? Biz beliqchida